Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardonlar. Akalar, Andijon moshina bozoridamiz. Sharxon bozorim kanali uchun xudo xolasa bugun imkon darajasida yaxshi, ya'ni Kia Sonet eng full variantidan trekkerlarda variantga berilaydigani 12 so'raganlarga, Monza so'raganlarga ushbu videorolikimizni taqdim etamiz. Oldindan bitta like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Endi aka, mana Kia Sonetni boshlaylik. Xo'p, 25 mi bu? 24. Qarang aka. Kia Sonet 2024 tomi qora variantidan, ya'ni eng fulli, kraskasi top toza aka. Mana mashinani holatini qarang. Yo'q ekan, bizga trekker desiz, hozir video nomini o trekkerlarni ham taqdim etaman. Dokument qana bo'ladi, buni. Istagan hujjati bo'ladi. Hop, ashu zavodskiy saka diskasida 4 ta balonlari ham yumshoq balondan bo'lardiki, bez ключевойлariga bor va 25 ming probeg. 2024 25 ming probeg Kia Sonet. Bular 1.5 atmosferniy bo'ladimi? 4 ta silindrligi. Keyin aka, bularda oldi 2 ta sidinasi bor-ku, sovutadi, sovuq havo haydaydi, isitmaydi. Avtomat korobka va torpedkalarning holati mana aka. Monitori, rullarimiz, tevada Gentranikka o'xshagan lyuklariga bor, Captiv oynalar qo'yib qo'yilibdi. Mana aka. Bunaqa Bosse degan kolonkalarda chiqqan. Va ortidan ko'rinishi. Xolasiz metan, xolasiz propan uстановка qilsangiz bo'laveradi aka. Chunki bular atmosferniy motor, benzin ham tanlamaydi. Mana aka, zapaskasi ham kichkina o'yinchoqdan emas, katta zapaskalardan. Ana endi buni narxi qiziq, narxi 2024 25 ming probeg Kia Sonetning eng full variantlaridan, kraskasi toza, generalni chiqaveradi. Narxini nech pul deymiz endi buni, shep? 16 ming dollar kami bor. Salon narxi 250 millionlik. 252 millionlik akalar, mana Kia Sonet, buni ko'paytirib olaverasiz 1 million 200 ga. Bozorda mana 16 ming dollar kami bor bo'lyapti. Faqat naqdmi? Variant bor, naqd variant barter bo'laveradi. Xo'p, telefon nomer 90 700 55 52 raqamiga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni o'zida oling. Yo'q ekan, bizga mana bir trekker yaxshi, hozir zamonaviy trend bo'lyapti deyotgan bo'lsangiz, mana aka, trekker avtomobilimiz. Xo'p, yili necha buni aka? 2024. Assalomu alaykum. Xo'p, bu Premier Plusmi bu? 2024, xudo xolasa 35 ming probeg. Premier Plus variantlaridan, kraskalari toza. Generalni chiqadimi? Variantga beriladi. Nech puli borga? 8 ming yoki 7 ming puli bo'lsa, Nasiya savdoga chiqadigan trekker aka, qarang. Oldi oblisovka black piano bo'lgan, 4 ta yumshoq balon, podnoshkalarga qo'yilibdi va propan gazi ham bor. Yurgan 34 ming 300. 34.300 probeg. Xudo xolasa, Premier Paysa tevada panorama lyuklari bor. Hadoylari qanaqa? Hadoylari yumshoq. Dokumentdan xudo xolasa agar variant qiladigan bo'lsa, davernisni minaveradi. Variantdan qutulganingizdan keyin istagan hujjatingizni qilishib berishaverar ekan. Yaxshi. Mana aka. Xo'p. 7000 puli borga qancha muddatga qilib berasiz? 1 yildan 1 yilgacha. Ya'ni 6 oydan 18 oyga qilib beraverasiz. Yo'q, eng kami 1 yil. Hop. Uzog'i 1,5 yil. Ha, uzog'i 1,5 ming. Tushunarli. Barterchi. Boshlanishgacha barter solib pulasi olib qoladi. Hop, misol uchun yangi Damaza bormi, Cobalt'mi, Gentrasi bo'lsa, shuni bersa, qolganini variantdan qilib ketaveramiz. Xo'p, telefon nomer 90 700 55 52 raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zini oling va mana shunaqa variantga trekker orttirganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bo'ldi gap so'zlar. Xo'p, qarang. Bu toza redline'mi bu? Ha? Toza redline 2024. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi avtomobilimiz 12 ta redline pozitsiyasidan so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, mana aka. Xo'p, ukam 12100 dollarga oxirgi narxini qilib beraman deyapti. 12100 ga siz nima deysiz? 2024-yil xudo xolasa, mana aka. Xo'p, redline dokumentlardan xudo xolasa muammo yo'q. 4 ta yumshoq balon, tonirovkalari qilingan. Xo'p, va 82 ming probeg, propallariga bor. Hurmatli vatandoshlar, qarang. Ayda, kandida qilib qo'yibdi. Salqin u. Shunday kirib olgisi keladi, lekin. Ana endi
Ana endi qarang aka, narxini 12100 dollarga beramiz deyishyapti. 2024 Redline. Uni kraskasi 100% toza. Kraskasi toza. O hoji aka. Kraskasi toza. 12100 oxiri. Ha, yo'q, tushib beramiz yana. 12100 dan mana o'tib berasiz. 91 lik. 91 lik 477 477 77 11. 77 11 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz. Endi uka bir 10x lardan ham ko'raylik bozor narxlarini deganlarga. Aka, navbatdagi 10x avtomobilimiz 2024 6+, ya'ni 6-paysa Premier, полностью dinalari qiziydigan, tevada lyuklari bor variantlardan xudo xolasa 4 ta yangidek yumshoq balonlarga doğru qo'yilgan. Xudo xolasa va 64000 probeg propan gazlariga doğru bor. 2024-yil. Mana aka, ruli qiziydigan knopkasi. Chunki narigi 20-larda shu ruli qizimaydi, lekin qolgan hamma funksiyalari bir xil. Mana aka. Darpetkalar sistemasi, yo'lin bo'lmagan 3D polik tashalibdi. Hop, orqani deb turib bitta bossam, bitta ko'rib ketaman, qanaqa propan qo'yilgan. Va mana ortidan ko'rinishi. Dokumentga generalni chiqaradimi? Istagan hujjati bo'laveradi. Mana aka, tabletka propan, qozonlar ham полный shumka. 2024 kraskasi toza, 4 ta yangi yumshoq balon, propan gaz, yurgani 64000 yurgan. Narxini necha pul so'rayapsiz? 12600 dollar kami bor. Hop, naqd bo'ladi, barter i variantga chiqaveradi. Necha 6 oygadir. Yarim puli borga chiqaveradi. 50-60% puli borga variantga chiqaveradi. Naqd puliga 12600 kam bor. Telefon. Agar puli kamroq bo'lsa, o'zini minib yurgan mashinasi bo'lsa, shuni bersa, yetmaganini kelishilgan holatda ajdan turaveramiz. Telefon nomer 90 700 55 52 raqamlariga murojaat qiling. Qolgan ma'lumotni akamiz o'zlari bilan kelishib, gaplashaverasizlar, bozoringizni bersin. Ana endi hurmatli vatandoshlar, mana yerda mana 12800 dollardan qarang aka. 12800 dollardan 12800 dollardan yo sunnatga o'tib beradi yoki ash narxga beradigan mana aka Monza ham bor. Omoda qiziqsangiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 atmosferniy, o'sha eng ekonomishnisi, dokumentidan muammo yo'q. 4 ta yumshoq balon, tonirovkalar qilingan, tevada lyuklari bor variantidan va salonini ham aka bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin. Asha 12 ish qog'ozlariga kelib yana bitta menimcha anaqa imkoniyat. 12800 dollarga. Mana aka, Toshkent partiya lekin iloji bo'lsa o'tkazib olsin deyapti. Jab bo'lmasa, mayli bir marta dokument qilib beraveramiz, qolganiga javob beramiz dedi. Kraskasi kelsak, mana shu o'ng tomon oldi krilo bilan, aka mana krilo. Mana shu oldi kapotda mana shunday bir qarich joyda petno ham bor ekan. Qolgan joylari toza. Va mana aka, hop, narxi 12800. Hop. Telefon nomer. Hop, telefon nomeriga keladigan bo'lsak, hurmatli vatandoshlar, hozir mana. Hop, 77 lik 395 37 37 raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta omadli xarid kanalidan deb qo'yishim eslaringizdan chiqmasin. Bizga like bosing, kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lsangiz, mana shunaqa aka har xil holatdagi mashina darslarni taqdim etib boraveramiz. Mana bu yerda mana qora 10x ham sotilibdi. Aka, nechinchi yil necha pulga baraka bo'ldi mana? 24 98 ming yurganda 11650 dollarga dehqonga akalar baraka qilishibdi. Kraskasi toza 6 plus. Bo'ldi gap so'z akalar. Mana shunaqa gaplar Andijon mashina bozoriga kelaverasizlar. Shanba, yakshanba mashina bozor akalar. Oldin juma, yakshanba edi. Hozir juma kuni bo'lmay qo'ygan. Shanba, yakshanba ketma-ket bozor kelaverasizlar, xudo xolasa. Do'stlarga pozitsiya qilib like bosing, kanalda yangisiz aka, obuna bo'lib qo'ying chunki bu bizning yangi kanalimiz Sharxon bozorim degani, xudo xolasa biz imkon darajada taqdim etaveramiz.